tarbiya fani darsidan tarbiya darslarida milliy tarbiya. Bilamiz, tarbiya darslarida milliy tarbiyani birinchi bo'lib tarbiyani bola oiladan, ya'ni ota-onadan oladi. To'g'rimi? Mavzumizni mustahkamlash uchun mavzu yuzasidan savollarga javob beramiz. Qani savollarga kim javob beradi? Qani Sevara? Mavzuni qanaqa mustahkamlaganinglarni, savollaringlarni javobidan bilib olaman. Tarbiya nimani o'rgatadi? Tarbiya bu insonning odob axloqi, xulq-atvorini bildiradi. Barakalla. Bahorgi kun to'rtinligi bu sanada Navro'z bayrami nishonlanadi. Barakalla. Savollarni olib, savollarni o'qib javob beramiz. Milliy taomlar beshtasini ayting. Milliy taomlarga osh kiradi, keyin sumalak, halim, somsa, Barakalla. shular kiradi. Javob beradi Salohiddin. Bola tarbiyani birinchi kimdan oladi? Birinchi bola tarbiyani ota-onasidan oladi. To'xta. Hurmat qilsang izzat qiladi. Barakalla. Kamron. O'z uyasida ko'rganini qiladi. Barakalla. Barakalla bolajonlar. Abdulla Ahloniy tarbiya to'g'risida bugungi mavzumiz to'g'risida juda ham chiroyli so'z aytganlar. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir deganlar Abdulla Ahloniy.